Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari hamda chorva ishqibozlari. Mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha eng optimchalar yig'ilgan qishloq, Sariy qishlog'idamiz aka-ukalar. Bugungi sanamizga keladigan bo'lsak, 2025-yil 2-dekabr sanasida turibmiz. Hamma kuni xayrli bo'lsin deya videomizni boshlaymiz. Aka-ukalar mana yeb turgan joyidan so'ragan obunachilarimiz uchun quruq bahol yeb turibdi. Mana e'tibor berishlaring mumkin. Narxi ham nahayatda qulay, arzon, yaxshi insonning mollari inshaalloh narx-navoni hozir yoritib beradilar. O'zlaridan batafsil ma'lumot so'raymiz. Agar mollarimiz qaysi bir bittasi ko'ngilingizga jiz etsa, aloqa qilib ko'rasizlar. Akamiz telefonlari 24 soat inshaalloh onlaynlar. Obunachilar mana ko'rishlaring mumkin. Xunajin. Buqamiz ham bor aka bular ichida. 3 ta buqacha bor. Qaysi tarafdan boshlaymiz aka? Siz aytgan tomoningizdan boshlayveramiz. Menda boshlaymiz. Keldingizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Yengil qo'yamiz. Maqsad sotish. Atamboyga kanalimiz yangi. Shu kanalimizni yangiligi, rivoji uchun. Rivoji uchun. Albatta bonus qilib qo'yib berasiz. Yengiligi eldan arzon bo'lsin. Maqsad sotish. Shtobi obuna bo'lgan inson narxini eshitib, albatta like ham bosib qo'yishsin. Bo'yini Boylari 1.7 ekan. Plyusga olishaveradi. Hop, 1.5 plyus. Orqalarini ko'rsatib qo'ying. 1.5 plyus. Mana obunachilar. 1.5 plyus. Chiroyli kelajagi bor variantlaridan suyaklik. Aka buni narxlari. Yengil qo'yamiz buni. Hop. Mana buni 13.5 yetib boradi, vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Savdo sunnatda aka. Savdo sunnat. Mana buni qo'lda bering. 13.5 emas, 13 ga xayri bormi? Ya 13.5 yaxshi aytdimi o'zi? Yengil bo'lsin. Shuni berdim. Bitta telefonda sotaverasiz aka inshaalloh. Bunisi buqacha. Hop, bunisi ham buqacha variantidan. 1 bo'yi. 1 ekan. Hop, 1 metr. Nechtani bitta qo'yamiz? Bu ham shunaqa. Ikkalasi buqacha, bitta qo'yamiz ikkovini. 1 plus minus chicha. Hop. Bitta obunachimizga. Bitta obunachimizga yeb ichishlari paholi yeyapti. Bir hafta sinovi bor. Vodiy bo'ylab dastlabkasi har doim o'day besplatno. Hop, undan u yog'iga ham obunachilar albatta sotamiz. Kelishilgan holatda. Ha, kelishilgan holatda. Ikkalasini bir joyga 10.5 dan yetib boradi uylariga. 10.5 mingdan. 10 million 500 mingdan har bittasi yetib boradi. Qo'l bering. Yana so'rayman aka. Yengil aytdimi o'zi? Ha, yo'q, mana shu mollaringizni hozir 21 million bo'lyaptimi ikkalasi? 21 million. Ha, 20,5 million berishadi. Qolganini aloqa chiqsa, himmat qilib o'tib berasiz o'zingiz. O'tib beraman. Yoningiz sog' bo'lsin aka. Yengil qo'yamiz uka bugun. Albatta videoda cho'zmaymiz, gapni ochiq, narx-navo bir-biriga juda ham yaqin. 95 plyus. Aytilgan narxga sotilmaydi obunachilar. Albatta aloqa chiqsalaring, kelishtirilgan holatda ko'rlaringga jiz etsa narxi oldim desalaring, 3 tasini bitta qo'yamiz. Borib beramiz. 3 tasi bir joyda. 95 plyus ikkalasi. Hop, Bunisi 1 plyus, 1. 1 plyus. Yengil qo'yaymi obunachingizga? Bo'ldi, narxni so'ragani tur, hijolat qilib, mashinadan tortishmaydi. Bitta narsa aytib qo'y. Mana uchalasini buqacha. Hop, Xunarjin boshlandi, ba xunarjin. albatta. Uchalasini bir joyga. Mana bular obunachilar e'tibor beringlar, buqa variantida. Mana o'si bundan bu yoq xunajin. Xunajin. O'tdik. Ikkalasi 95 plyus 1 metr. Bo'ldi, ana shu 95 plyusni narxida aytaveraychi, ana shu 1 metrni ham. So'ramaydigan aytaman, ha? Qani? 7 million yetib boradi. 7 milliondan yetib boradi. Yetib boradi, 7 milliondan. Endi narxni tortishmayman. Toshkentgacha dastlabkasi bo'ladi. Qilib beraman dastlabkasi. Ha, vodiy bo'ylab bo'layotib, bu uchovini agar Toshkentlik akalarimiz chiqib qolsa, dastlabkasi ichida 7 million yetib boradi. Nuqta arqon bonus. Bonus. Joningiz sog' bo'lsin aka. Qo'li yengil mana shunday insonlarimiz ko'payaversa, haqiqatdan narximiz arzon. Tavsiya qilamiz sizga bemalol. 1.5 plyus, 1.5. Hop, 1.5 sm yerdan. Bu ham shu 1.5 plyus. Mana shu to'qol variantida mana shu. Orqa boshlarini ham ko'rsatib qo'ying. Obunachilar. 4 ta idishi ham butun obunachilar. Ortiq kami yo'q mana. Ko'rib olasizlar. Albatta yana
bo'ldi, endi video qilib berasiz. Beraman. Mabodo telefon qilishsa. Telefon qilish ish bitadi. Boshqatdan o'zini video qilib beraverasiz. Qaysi biri tushsa, Jupiga. hop, O'sha gap. Oddiy bo'lib dastlabga qilib beraman. 8 ming 2 ming yetib boradi. Yengil qo'yib aka. Buni 8 ga o'tib bering. Mana shu Yo'q. kichkina narxida ketsin. Yo, endi o'zi yengil qo'ydim. Yengil bo'lsin, mana shu kanalimiz rivoji uchun aka. Kanal. Xudo xolasa hammaga yaxshi bo'ladi. Telefon qilishaversam bitadi ish. Bitmaydi qancha o'zi yo'q. Tekisga nima deysiz? Mayli. Obunachilar telefon qilishadi. Albatta o'zingiz Siz hayron kanalingiz bo'lasiz. uchun beraman 8 da. Joningiz sog' bo'lsin. Kamoldinizdan chiqdim degan obunachilarimiz albatta chegirmalar bor. Endi bitta sigirimiz bor. Sutiga garantiya berilmaydi. Hop. Hozirgi momentda 1 litr, yarim litr bormi? Shunaqa mana. Uval oladi so'sa. O'ta yuvosh mol, o'ta Bor. ham yuvosh. Bo'yi 1.20 chiqadi. Hop, qorida bolasi bormi, yo'qmi? To'ro'ylab bo'g'oz degan menga, o'zimga. Hop. Lekin chuchmal men uchun. Bo'g'oz bo'lishi ham mumkin. Hop, Lekin men bo'g'ozga bermayman. qisirga berasiz. To'ro'ylab degan egasi. Hop. Noaniq. 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 Tekshirtirilmagan obunachilar qisir deb Bilgan- bosalangan bo'laveradi, bo'g'oz deb bosalangan bo'ladi. Bo'g'oz chiqib qolsa omadlaring inshaalloh. Lekin qonni osilib qolgan, xudo biladi. Bo'ldi, Yengil mana shu qo'yamiz bor. buni. Hop. Yengil qo'yamiz. Vodiy bo'ylab dastlabga qilib beraman. Mana yeb ichishlari. Zavod. 11.5 ketib boradi uylarga. Mana bo'ldi bering. 200 so'm hayrani qilib berasiz, qolganini obunachilar o'zi aloqa chiqishadi. Ha, bombaga berdim. 11 ga yana hayri bor. Xayri bor, telefon qilish. Joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar, to'g'risi kanalimiz yangi. Obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna tugmasini bosib qo'ysalaring, mana shunday narxi arzon, qulay variantlarda mol olsangiz ham, olmasangiz ham narxini hech yo'q bilib turasiz. O'shaning uchun tavsiya qilamiz, obuna bo'lib qo'ying. Videomiz yoqsa bittadan like, komment yozib qo'yasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman.